Bog'shamol hududidan bitta 3 xonalik lyuks apartament kvartiralarimiz sotuvga chiqyapti. Assalomu alaykum hurmatli mijozlar va hurmatli bizani kuzatib boruvchilar. Ikkinchi qavatda 3 xonalik 110 metr kvadrat asosiy kirish eshigimiz chiroyli, qimmat eshiklardan qo'yganlar. Ya'ni unga domofon, отпечатка пальца barcha hamma sharoitlari bor. Koridorimiz bo'lyapti. Chiroyli, mana shunaqa prixojniy mebel qilingan, oynalik, sanuzeli ikkita. Birinchi sanuzel, ikkinchi sanuzel, oshxona plus holi bilan bolalar yotoqxonasi, mehmonxona va kattalar uchun yotoqxona bo'lyapti. Bu kattalar yotoqxona barcha qulayliklar qilingan. Hammamizga mana shunaqa uylar olishni nasib etsin. Niyat qilganlar videoga bitta like bosib, kommentariyaga o'z fikringizni bildiring. Bu yerda alohida bitta hojatxonamiz, vannalik, chiroyli kafelardan qilganlar. Ikkinchi sanuzel. Bu yerda oshxonamiz, katta holi bilan televizor, konditsionerlar qo'yilgan, barcha xonalarga kuxonniy zona, barcha mebel texnikalari bor. Yana bitta fishkasi, mana bu yerda katta garderob. Bu yerda esa bitta bolalar uchun yotoqxona qilingan, 2 kishilik. Esa katta mehmonxonamiz bo'lyapti. Uzunligi 8 ga, eni 3,5 bo'lyapti. Ikkita lustra qo'yilganlar, TV zona bo'lyapti, elita pardalar va bu yerga konditsionerlar o'rnatilgan. Samarqand shahar Gagaydin ko'chasi, shahar nalogida orqasida bo'lyapti. 3 xonalik 110 kvadrat, ikkinchi qavatda narxini 125 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Kimga agar qiziq bo'lsa, pastdan nomerlar qo'ldiraman, bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Video yoqsa videoga bitta like, bizdan qotib qo'ymaslik uchun podpiska bosishdan chiqmasin. E'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.